Bugun men siz bilan juda og'riqli va har bir xonadon egasiga tegishli masalani gaplashaman. Gaz hisoblagich tekshiruvi, kutilmagan dalolatnoma, 22.500 so'mgacha jarima yoki qayta hisob kitob va eng xavflisi, qarz sababli kvartira, uy yoki mulk bilan bog'liq jiddiy muammoga tushib qolmaslik. Bu ma'lumot faqat gazdan foydalanayotganlar uchun emas, balki ota-onasi nomidagi uyda yashayotganlar, ijaraga kvartira berganlar, yangi uy sotib olganlar va hisoblagichi eski bo'lgan hamma uchun muhim. Hozir obuna bo'ling, kanalga like bosing, chunki men oddiy tilda amaliy misollar bilan gaz xodimlari kelganda nimalarga e'tibor berish, qaysi hujjatga imzo qo'ymaslik, qayerga murojaat qilish kerakligini tushuntirib beraman. Avvallari ko'p odamlar gaz hisoblagich masalasiga juda oddiy qarardi. Hisoblagich turibdi, raqam aylanmoqda, har oy to'lov qilinyapti. Demak hammasi joyida deb o'ylardi. Gaz xodimi kelib ko'rdi, plombaga qaradi, raqamni yozib ketdi. Shu bilan masala tugardi. Agar hisoblagich muddati o'tgan bo'lsa ham, odamlarning ko'pchilik buni jiddiy qabul qilmasdi. Chunki amalda ko'p joyda ogohlantirish berilar, keyin hisoblagich yechib tekshiruvga yuborilar, muammo bo'lsa tushuntirish talab qilinar edi. Hozir esa vaziyat ancha qat'iylashgan. Hisoblagichning metrologik tekshiruv muddati, plomba holati, dalolatnoma, shaxsiy hisob raqamidagi qarz, gazdan foydalanish qoidalari bo'yicha rasmiylashtirilgan hujjatlar juda katta ahamiyatga ega bo'lib qoldi. Eng katta xato shuki, fuqaro gaz xodimining har bir gapini yakuniy hukm deb qabul qiladi. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odamga hisoblagich tekshiruvdan o'tmagan, plomba buzilgan bo'lishi mumkin. Hisoblagich noto'g'ri ko'rsatgan. Sizga qayta hisob kitob chiqadi deyishadi. Fuqaro qo'rqadi, dalolatnomani o'qimay imzolaydi. Keyin shaxsiy hisobida 20 million, 25 million, hatto 22.500 ming so'mga yaqin qarz paydo bo'ladi. Bu yerda muhim narsani aniq tushunib olaylik. Har qanday katta summa ham darhol qonuniy degani emas. Har qanday dalolatnoma ham to'g'ri tuzilgan degani emas. Har qanday xodimning shunday bo'ladi degan gapi ham oxirgi qaror emas. Men ekspert sifatida sizga aytaman. Gaz bilan bog'liq nizolarda eng muhim narsa vaqtida harakat qilish, hujjatlarni yig'ish, yozma tartibda e'tiroz berish va o'zingizni himoya qilishdir. Bugun gaz ta'minoti tizimida nazorat kuchaygan. Elektron baza shaxsiy hisob raqamlari hisoblagichlarning tekshiruv muddati, plombalash ma'lumotlari va iste'mol hajmi solishtiriladi. Masalan, sizning xonadoningizda 2 yil davomida gaz sarfi juda kam ko'rinsa, lekin uyda isitish, gaz plita, suv isitgich ishlatilsa, tizim buni shubhali deb ko'rishi mumkin. Yoki hisoblagich ko'p yildan beri tekshiruvdan o'tmagan bo'lsa, xodimlar kelib holatni o'rganadi. Oldin ko'p narsa qo'lda yuritilgan, daftarga yozilgan, ba'zan ma'lumot yo'qolgan, ba'zan fuqaro ham bilmagan. Hozir esa har bir raqam qarzga, jarimaga yoki qayta hisob-kitobga aylanishi mumkin. Shuning uchun men doim to'lab kelganman degan gapning o'zi yetmaydi. Sizda chek, ilova orqali to'lov tarixi, shartnoma, dalolatnoma nusxasi, hisoblagich pasporti, tekshiruv muddati haqida ma'lumot bo'lishi kerak. Masalan, bir xonadonda hisoblagich 2027 yilda o'rnatilgan, tekshiruv muddati 2021 yilda tugagan. Uy egasi buni bilmagan. U har oy 27 ming so'mdan to'lab kelgan. 2024 yilda gaz xodimlari kelib hisoblagich muddati o'tganini aniqlagan. Keyin unga muddati o'tgan hisoblagich bo'yicha sarf to'g'ri hisoblanmagan bo'lishi mumkin deb qayta hisob kitob chiqarilgan. Fuqaro hayron, axir men to'laganman, nega yana qarz? Mana shu joyda nizoning ildizi boshlanadi. To'lov qilganingiz yaxshi, lekin hisoblagichning qonuniy ishlash muddati alohida masala. Shu sababli har bir odam o'z hisoblagichining tekshiruv muddatini bilishi shart. Birinchi navbatda hisoblagichi eski bo'lganlar xavotir olishi kerak. Agar siz hisoblagich qachon o'rnatilganini bilmasangiz, pasporti yo'q bo'lsa, plomba qachon qo'yilganini eslay olmasangiz, bu xavfli signal. Hamma narsa joyida bo'lsa kerak deb o'tirmang. Chunki muammo xodim eshik taqillatgan kuni emas, undan oldin boshlangan bo'lishi mumkin. Ikkinchi guruh, ijaraga uy berganlar. Men ko'p holatlarda uy egasi boshqa shaharda. Kvartirada esa ijarchi yashaydi. Ijarchi gazdan foydalanadi. To'lovni ba'zan qiladi, ba'zan qilmaydi. Xodim kelganda eshikni ochmaydi, hisoblagichga tegadi yoki plombaga zarar yetkazadi. Oxirida qarz kimning nomiga chiqadi? Ko'pincha shaxsiy hisob raqami uy egasi nomida bo'lgani uchun muammo egasiga keladi.
Shuning uchun ijaraga bergan odam har oy faqat ijara pulini emas, kommunal to'lovlarni ham tekshirish kerak. 3-guruh. Yaqinda uy sotib olganlar. Uy oldi sotib qilinayotganda ko'pchilik faqat kadastr, notarius, bank va narxga qaraydi. Lekin gaz, elektr, suv bo'yicha qarzlar tekshirilmaydi yoki yuzaki tekshiriladi. Siz uy sotib oldingiz, keyin ma'lum bo'ldiki, oldingi egadan gaz bo'yicha katta qarz yoki nizoli dalolatnoma qolgan. Huquqiy jihatdan masala alohida ko'riladi, lekin amaliyotda yangi egaga yugur-yugur, tushuntirish, ariza, idoraga qatnash majburiyati tushadi. 4-guruh ko'p qavatli uyda yashaydiganlar. Kvartirada gaz faqat ovqat qilishga ishlatiladi, katta qarz chiqmaydi deb o'ylash xato. Agar hisoblagichda muammo, plomba buzilishi yoki noqonuniy ulanish gumoni bo'lsa, summa bir necha milliondan oshib ketishi mumkin. Xususiy uyda esa xavf yanada yuqori, chunki isitish qozoni, issiq suv, katta maydon mavsumiy sarf hisobga olinadi. Agar sizda hisoblagichning pasporti bor bo'lsa, tekshiruv muddati o'tmagan bo'lsa, plombalar butun bo'lsa, har oy to'lovni ilova yoki bank orqali qilgan bo'lsangiz, shaxsiy hisobingizda qarz ko'rinmasa, siz nisbatan xotirjam bo'lishingiz mumkin. Lekin bu ham butunlay beparvo bo'lish mumkin degani emas. Men har doim aytaman, kommunal sohada xotirjamlik hujjat bilan bo'ladi, og'zaki ishonch bilan emas. Masalan, siz har oy 100 ming so'm to'laysiz, cheklarni telefonda saqlaysiz, hisoblagich ko'rsatkichini rasmiy olib qo'yasiz. Xodim kelib ko'rsatkichni yozsa, siz ham o'sha kuni rasmiy olasiz. Agar keyin bazada boshqa raqam chiqsa, sizda dalil bo'ladi. Bu juda oddiy odat, lekin nizoda katta yordam beradi. Ko'pchilik jarima deganda bitta tayyor raqam bor deb o'ylaydi. Aslida gaz bo'yicha kattasi summa turli sabablar bilan chiqishi mumkin. Qayta hisob-kitob, hisoblagichsiz foydalanish deb baholash, plomba buzilishi, noqonuniy ulanish, iste'mol me'yorlari bo'yicha hisoblash, muddat o'tgan davr uchun hisoblash. Har bir holatda formula boshqacha bo'lishi mumkin. Misol uchun, xususiy uyda isitish qozoni bor. Hisoblagich shubhali deb topildi yoki tekshiruvdan o'tmadi. Tashkilot ma'lum davr uchun gaz sarfini hisoblagich bo'yicha emas, belgilangan me'yor bo'yicha qayta hisoblaydi. Agar uy maydoni katta bo'lsa, isitish mavsumi hisobga olinsa, bir necha oy yoki bir yil davr olinib ketsa, summa juda tez oshadi. Shunda fuqaro men buncha gaz ishlatmaganman deydi. Tashkilot hisoblagich ishonchli emas. Shuning uchun me'yor bo'yicha hisoblaymiz deydi. Nizo aynan shu yerda tug'iladi. Yana bir real hayotga yaqin holat. Kvartirada hisoblagich plomba simisi bo'shashgan, lekin fuqaro bunga ahamiyat bermagan. Xodim kelib dalolatnoma tuzgan. Dalolatnomada plomba shikastlangan deb yozilgan. Fuqaro esa men tegmaganman deb aytgan, lekin dalolatnomaga e'tirozsiz imzo qo'ygan. Keyin katta summa chiqqan. Sudda yoki tashkilotda e'tiroz bildirganda eng birinchi savol bo'ladi. Nega o'sha kuni dalolatnomaga e'tiroz yozmadingiz? Demak, imzo qo'yishdan oldin matnni o'qish hayotiy ahamiyatga ega. Men tomoshabinlarga alohida ta'kidlayman. Gaz xodimlari kelganda eng muhim hujjat dalolatnoma bo'lishi mumkin. Dalolatnomada nima yozilgan bo'lsa, keyingi qarorlar ko'p hollarda shunga tayanadi. Shuning uchun hech qachon bo'sh joyi bor tushunarsiz. Sizga o'qishga bermagan, nusxasini bermagan hujjatga shoshilib imzo qo'ymang. Agar dalolatnomada plomba buzilgan, hisoblagichga tashqi ta'sir ko'rsatilgan, noqonuniy ulanish aniqlangan kabi gaplar yozilgan bo'lsa, siz buni tan olmasangiz, imzo yoniga o'z e'tirozingizni yozing. Masalan, dalolatnomadagi plomba buzilgan degan holatga qo'shilmayman. Hisoblagichga tegmaganman. Mustaqil ekspertiza talab qilaman. Nusxa oldim. Mana shunday yozuv keyinchalik sizni himoya qilishi mumkin. Agar e'tirozingizni yozishga ruxsat bermasa, telefonga video qilib, guvoh chaqirib, darhol yozma ariza bilan tashkilotga murojaat qiling. Bu yerda yana bir nozik jihat bor. Ba'zi odamlar imzo qo'ymasam yomon bo'ladi deb qo'rqadi. Imzo qo'ymaslik har doim ham yechim emas. Chunki xodimlar fuqaro imzo qo'yishdan bosh tortdi deb yozishi mumkin. To'g'ri yo'l o'qish, tushunish, norozi bo'lsangiz e'tirozni yozish, nusxa talab qilish. Agar umuman imzo qo'ymoqchi bo'lmasangiz, sababini aniq ko'rsating. Matan bilan tanishishga imkon berilmadi, nusxa berilmadi. Holatga qo'shilmayman. Eng muhimi, jim turmang. Birinchi qadam xodimdan xizmat guvohnomasini so'rang. Bu odobsizlik emas, bu sizning huquqingiz. Eshigingizga kelgan har bir odamni gaz tashkiloti vakili deb qabul qilish to'g'ri emas. Guvohnoma, xizmat vazifasi qaysi tashkilotdan kelgani, nima maqsadda kelgani aniqlansin.
Ikkinchi qadam, hisoblagich atrofini suratga oling. Bo'lmasa hisoblagich raqami ko'rsatkich umumiy joylashuv ko'rinsin. Suratni xodimlar ish boshlashdan oldin oling. Chunki keyin avval shunday edi yoki keyin shunday bo'ldi degan bahs paydo bo'lishi mumkin. Uchinchi qadam, xodimlar biror narsani yetsa almashtirsa yoki olib ketsa albatta dalolatnoma tuzilishini talab qiling. Hisoblagich tekshiruvga olib ketilsa, unda hisoblagichning zavod raqami, ko'rsatkichi, plomba holati, yechilgan sanasi, kim tomonidan yechilgani yozilishi kerak. Bu ma'lumotlar yo'q bo'lsa, keyin boshqa hisoblagich, boshqa ko'rsatkich yoki boshqa holat bilan adashish xavfi tug'iladi. 4-qadam, dalolatnoma nusxasini oling. Keyin beramiz, idoradan olasiz. Hozir printer yo'q degan gaplar siz uchun xavfli. Hech bo'lmasa rasmga olib qo'ying. Hujjatning har bir sahifasi tushunarli ko'rinsin. 5-qadam, agar sizga katta summa aytilsa, og'zaki bahslashib vaqt yo'qotmang. Rasmiy yozma hisob kitobni so'rang. Qaysi davr uchun, qaysi me'yor asosida, qaysi hujjatga tayangan holda, qaysi formula bilan hisoblanganini yozma ko'rinishda talab qiling. Chunki 22.500 so'm chiqdi degan gapning o'zi yetarli emas. Hisob kitob asoslangan bo'lishi kerak. Birinchi misol, xonadonda pensioner ona yashaydi, uy o'g'lining nomida. Ona har oy mahalla yaqindagi kassada to'lov qiladi, cheklarni esa tashlab yuboradi. Hisoblagich eski, pasporti yo'q. Bir kuni tekshiruv keladi. Muddati o'tgan deb dalolatnoma tuziladi. Keyin katta qayta hisob kitob chiqadi. O'g'li kelib, onam doim to'lagan deydi. Lekin chek yo'q. Hisoblagich muddati haqida hujjat yo'q. Dalolatnomada e'tiroz yo'q. Bunday vaziyatda himoyalanish qiyinlashadi. Agar oldindan har oy to'lov tarixi saqlanganida, hisoblagich pasporti topilganida, dalolatnomada e'tiroz yozilganida pozitsiya ancha kuchli bo'lardi. Ikkinchi misol. Ijarachi kvartirada yashaydi, gaz plitani ishlatadi, hisoblagich shkaf ichida turadi. Uy egasi bir yil kelib ko'rmagan. Ijarachi ko'chib ketadi. Keyin xodimlar plomba shikastlanganini aniqlaydi. Uy egasi men u yerda yashamaganman deydi. Lekin shaxsiy hisob uning nomida, ijara shartnomasi rasmiy emas. Ijarachidan kommunal to'lov bo'yicha tilxat olinmagan. Natijada uy egasi o'zini himoya qilish uchun ancha qiynaladi. Shuning uchun ijaraga berishda shartnomada kommunal to'lovlar, hisoblagich holati, ko'rsatkichlar va javobgarlik alohida yozilishi kerak. 3-misol, odam uy sotib oladi, notariusdan o'tkazadi, ko'chib kiradi. Bir necha oy o'tib gaz idorasidan eski dalolatnoma bo'yicha qarzdorlik chiqadi. Yangi egasi bu meniki emas deydi. Bu e'tiroz o'rinli bo'lishi mumkin, lekin baribir hujjat bilan isbotlash kerak. Uy qachon olingan? Oldingi ko'rsatkich qancha bo'lgan? Oldi sotdi paytida qarzdorlik bo'yicha ma'lumot olinganmi? Shaxsiy hisob qachon yangi egaga o'tkazilgan? Shuning uchun uy sotib olishdan oldin gaz, elektr, suv, issiqlik bo'yicha alohida ma'lumotnoma olish kerak. Har bir katta summa ham noqonuniy emas. Ba'zan haqiqatdan ham hisoblagichga aralashuv bo'lgan, plomba buzilgan, noqonuniy ulanish qilingan bo'lishi mumkin. Men bunday holatlarni oqlamayman. Gaz xavfli resurs, portlash, yong'in, zaharlanish xavfi bor. Noqonuniy ulanish faqat pul masalasi emas, qo'shnilarning hayoti va mol-mulkiga ham xavf tug'diradi. Lekin boshqa tomondan, har bir fuqaro ham aybdor emas. Plomba vaqt o'tishi bilan bo'shashishi, ta'mirlash paytida tasodifan shikastlanishi, hisoblagich joylashgan joyda namlik yoki mexanik ta'sir bo'lishi mumkin. Ba'zan xodimlar holatni to'liq tushuntirmaydi. Ba'zan hujjatlar noto'g'ri rasmiylashtiriladi. Ba'zan eski ma'lumotlar bazaga noto'g'ri kiritilgan bo'ladi. Shuning uchun ishni hissiyot bilan emas, dalil bilan ko'rish kerak. Yana bir muhim nuansa, og'zaki kelishuvga ishonmang. To'layvering, keyin ko'ramiz, ariza yozmang, o'zimiz hal qilamiz. Buni imzolang, jarima chiqmaydi degan gaplar ertaga isbot bo'lmaydi. Sizga nima deyishsa. Yozma tasdiq so'rang. Ariza topshirsangiz, kirim raqami oling. Elektron murojaat yuborsangiz, ro'yxatga olingan raqamni saqlang. Telefon orqali gaplashsangiz, keyin yozma murojaat bilan mustahkamlang. Birinchi ish, hozirroq gaz hisoblagichingizni tekshiring. Unda zavod raqami, ko'rsatkich, plomba holati ko'rinsin. Rasmga oling. Hisoblagich pasportini qidiring. Agar pasport bo'lmasa, gaz ta'minoti tashkilotdan hisoblagichingiz bo'yicha ma'lumot so'rang. Qachon o'rnatilgan, qachon plombalangan, tekshiruv muddati qachon tugaydi? Ikkinchi ish, shaxsiy hisob raqamingizni tekshiring. Mobil ilova, bank ilovasi. Gaz tashkiloti sayti yoki hududiy bo'lim orqali qarzdorlik bor yo'qligini aniqlang. Agar tushunarsiz qarz ko'rinsa,
darhol yozma ravishda hisob-kitob tafsilotini talab qiling. Qarz bor degan umumiy javob yetarli emas. Siz davr. Asos, tarif, me'yor va hujjatni so'rashingiz kerak. 3-ish, barcha to'lov cheklarini tartibga keltiring. Bank ilovasidan tarixni yuklab oling, skrinshot qiling, PDF bo'lsa saqlang. Naqd to'lov cheklaringiz bo'lsa, rasmga oling. Ayniqsa oxirgi 3 yil bo'yicha to'lovlar juda kerak bo'lishi mumkin. 4-ish, agar dalolatnoma tuzilgan bo'lsa, uning nusxasini oling va diqqat bilan o'qing. Qaysi sana, qaysi manzil, kimlar ishtirok etgan? Qanday holat aniqlangan? Guvohlar bormi? Sizning e'tirozingiz yozilganmi? Hisoblagich raqami to'g'rimi? Ko'rsatkich to'g'rimi? Bitta raqam xatosi ham keyingi hisob-kitobga ta'sir qilishi mumkin. 5-ish, norozi bo'lsangiz. Ariza yozing. Arizada shunday mazmun bo'lsin: men falon manzilda yashayman. Falon sanada gaz xodimlari tomonidan dalolatnoma tuzildi. Dalolatnomadagi holatlarga qo'shilmayman yoki hisob-kitobni asossiz deb hisoblayman. Menga qayta hisob-kitobning to'liq asosini taqdim etishingizni, hisoblagich bo'yicha tekshiruv natijasini berishingizni, mustaqil ekspertiza yoki qayta ko'rib chiqishni so'rayman. Arizaga pasport nusxasi, uy hujjati, to'lov cheklari, hisoblagich rasmlari, dalolatnoma nusxasi ilova qilinadi. 6-ish, murojaatni faqat og'zaki qoldirmang. Hududiy gaz ta'minoti bo'limiga yozma topshiring va kirim raqamini oling. Yoki rasmiy elektron murojaat tizimi orqali yuboring. Agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori tashkilotga, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish organlariga yoki sudga murojaat qilish imkoniyati bor. Sudga borishdan oldin hujjatlaringiz tartibli bo'lishi kerak. Chunki sud hissiyotga emas, dalilga qaraydi. Ko'pchilik gaz qarzi uchun kvartirani olib qo'yishadimi deb qo'rqadi. Oddiy qarz darhol kvartirani olib qo'yishga olib kelmaydi. Lekin katta qarz sudga chiqishi, ijro hujjati paydo bo'lishi, majburiy ijro jarayoni boshlanishi mumkin. Ana shunda bank hisoblari, daromad, mulk bilan bog'liq cheklovlar yuzaga keladi. Agar odam butunlay e'tiborsiz bo'lsa, sud chaqiruvlariga bormasa, qarorlarni olmayman deb o'ylasa, ijro jarayoni og'irlashadi. Shuning uchun kvartirani yo'qotmaslikning birinchi sharti. Muammodan qochmaslik. Agar sizga katta qarz chiqarilgan bo'lsa, darhol uning qonuniyligini tekshiring. Agar qarz asosli bo'lsa, bo'lib to'lash bo'yicha ariza bering. Kelishuv qiling. Ijro bosqichiga o'tkazib yubormaslikka harakat qiling. Agar qarz asossiz bo'lsa, e'tiroz bildiring. Hisob-kitobni bekor qilishni yoki qayta ko'rishni talab qiling. Men to'lamayman deb jim yurish eng yomon yo'l, to'g'ri yo'l. Men bu hisob-kitobga qo'shilmayman. Mana dalillarim, qonuniy asosini ko'rsating deb rasmiy harakat qilish. Men ko'p marta ko'rganman, odam muammo chiqqan kuni harakat qilsa, masala ancha yengil hal bo'ladi. 1 yil kutsa. Qarz ustiga qarz ogohlantirish, sud, qo'shimcha xarajatlar qo'shiladi. Vaqt bu yerda juda qimmat. Har bir kun hujjat yig'ish, ariza berish va o'z pozitsiyangizni mustahkamlash uchun ishlatilishi kerak. Bugungi asosiy fikr shuki, gaz hisoblagichi oddiy temir quti emas. U sizning pulingiz, huquqingiz va ba'zan mulkingiz xavfsizligi bilan bog'liq hujjatli tizimning bir qismi. Hisoblagich muddati, plomba, dalolatnoma, to'lov cheklari va shaxsiy hisob raqami doim nazoratda bo'lishi kerak. Gaz xodimlari kelganda qo'rqmang, lekin beparvo ham bo'lmang. Guvohnoma so'rang, suratga oling, hujjatni o'qing, e'tirozingizni yozing. Nusxa oling va hammasini rasmiy tartibda qiling. Agar sizda shunga o'xshash holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Sizga qancha summa chiqarilgan, sabab nima deyilgan, dalolatnoma berilganmi yoki yo'qmi? Bu boshqa odamlar uchun ham juda foydali bo'ladi. Kanalga like bosing, obuna bo'ling. Chunki men yana kommunal to'lovlar, jarimalar, qarzdorlik va fuqarolarning amaliy huquqlari haqida tushunarli va foydali ma'lumotlar berib boraman.